Olsun. Rahmat aka. Ha, YouTube aka, YouTube'ga. Mana bu knopkani bossak, mana ayollarni sevgan brendi Pandora. Tezda mana shunaqa o'zligicha kutubxonalar qilib qo'yishadi bu yerda. Kimdan? Famiz belgilanmagan joydan o'tyaptilar. Shtraf. Krужка. Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Jo'rabek Muzaffarov. YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan 10 soat ishlaymiz. Bizda soat tushga 1:30. Qanaqa bo'lishini oldindan ayta olmayman. Yaxshi bo'lishi mumkin zakazlar yoki yomon bo'lishi mumkin. Ko'ramiz sizlar bilan birga. Ketdik. Bizda Pizzatopiyadan zakaz bor. Pizzatopiya Zolota terrasa hol ichida. Proszę bardzo. To'xtab qoldi. Chiqib oldi, lekin biz yaxshi. Minecraft. Bosh. Mana ayollarni sevgan brendi Pandora. Bu yerdan ham zakaz tushib qoldi. Bu yerdan zakaz tushib qoldi. O'ramizmi ya? Ikkita Pulajenda ishlaymiz deb bo'ldi. Dzień dobry. Pan ma Bolta? Tak. Dobra, Aleksandra. Dobra, to jest Dziękuję wszystko. bardzo. Dziękuję. No widzenia. Bu yerdan zakaz tushib qoldi. Voy Boltdan olib ketyapti-ku. Yo'ldagi multi zakaz bo'lib ketdi-da. Hozir bu yerdan soобщение keldi. Kechga o'tgan bo'lsa, отказ qo'ramiz. Tezroq borgin deb. Mana shu oxirgi 5-6 oyda mana shunaqa bo'lib qoldi. Oldin unaqa emas edi. Hozir endi tezroq boramiz. Biz keldik. Mana bu yerda o'zini kichkinagina magazinchasi. Mana bular sotsa bo'ladi. Krужка. Original krужкасы. Original krужка. 100 ming so'm ekan bitta krужкасы. Mana bu 500 ming ekan. 109 lot ekan. Bu 80 250 ming, 270 ming. Shunaqa-da. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Kofelerni yaxshi upakovka qilib beradi. To'kilmaydi bu yerda. Polshada qaysi bank yaxshi ishlatgani desanglar,
Men Santander ishlataman, o'z ko'rsatganim. Santander yaxshi taraflari 26 yoshgacha bo'lgan bolalarga har oylik to'lovi yo'q. Ya'ni komissiyasi bor-da, har oylik bank kartasini ishlatganingizda. Bular 26 yoshgacha olmaydi. Ikkinchi zo'r tarafi, pul o'tkazayotganingizda foiz yo'q. Limitini ham bilet. Alloh kechirasizlar. Limitini ham prilojenedan $2,500 ko'tarib qo'yishlar bo'ladi kuniga. Оборотиlan. Boshqa kartalarda shu $8 da. Ishning tagiga tashlab ketdi deb yozib qo'yibdi ekan. Qo'yamiz-da. Bo'ldi. Mana 25,000 so'm ishladik. Bizga Boltdan ikkinchi zakaz tushdi. Multi zakaz. Boya Starbucks, Uber Eats'dan olib ketdik-ku, men bu Boltdan. Добавим. Dzień dobry. To nie u nas. A, ty. To jest Smartes. Smartes. Z jednej strony. Thank you, sir. Bosh joy kelib turib, boshqa narsa so'rayaptim. Bitta ham qiruvcha deb yozib qo'yibdi-da. Smart S Cafe. Shunaqa nom ham bo'lar ekan. Qoyil lekin bor. 0F. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Kilometr ketyapmiz. Tuk. Hop, reydda juda ham kuchlisi bo'lyapti. Ehtiyot bo'linglar. Velinglarga ayniqsa, meni veligim 25 tezlikdan oshmaydi. Shuning uchun reydda yaxshi o'tamiz. Boshqalarniki bor, kuchli juda ham 40-45 tezlikda yuryapti. Ularga 1000 zloti, ya'ni $250 $300 shtraf qo'yishyapti gaya akalarimiz. O'shanga ehtiyot bo'lib qolasizlar akalar. Ishning tagiga qo'yib ketish so'ragan ekan. Deliver qildik. Hop. Har bitta podyezdda mana shunaqa o'zligicha kutubxonalar qilib qo'yishadi bu yerda. Kimdir kitob o'qigisi kelsa, mana shundan olib qo'yib qo'yishaveradi. Multi zakazimdagi oxirgi zakazni olib ketyapmiz, 900 metr ekan. Keyin bilet mashina urib ketishi sal qoldi. Dobry, proszę bardzo. Good? 1 second. Six two. Dziękuję bardzo. Widzenia. Zakaz kutib sekin sentrroqga chiqamiz. Zakaz Boltdan tushdi. Ko'rolmasdan qoldim, olinib ketib qoldi chunchayni chiqarayotganimda. 600 metrdan olib ketar ekanmiz, lekin uzoqga ketar ekanmiz.
O'zbek akalarimizning restoranini ko'rsatmoqchi edim, lekin bu yoq tarafda emas, bu tarafda joylashgan edi-da. Keyingi safar ko'rsataman endi. Mana bu knopkani bossak, tugmachani bossak, bizga yashil yonish kerak. Akalar. Qizilda qolib ketib qoldi, brat. Hallo? Ne? Добро. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchayapsiz? Yaxshilabsiz? Rahmat aka. Ha, YouTube aka, YouTube'ga. Rahmat aka, Xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Bemalol aka. Rahmat. Yo'q, mototsikl nima? Velidami aka? Ha, elektrik. Rahmat aka. Velidamisiz ham? Velidam? Amin taqolganim mameti bor-da, chini bor, mount qo'yishga, mana buni qo'yishga. Velinikida yo'q-da. O'shanga. Yaqinda boshladim, 3 kun bo'ldi aka. Ha, YouTube bilan Instagram. Mayli aka, yaxshi ko'rishaylik, charchamang aka. Xo'p. Yigirma 1 minut. Yo'l ekan. 5 kilometr ketyapmiz. 5-3 kilometr ketyapmiz. 20 minut ko'rsatdi. Google'da. Dobry, proszę bardzo. PIN kod? O, dobra, już idę. Okay. 770. 770. Dzięki. Do widzenia. 5 kilometrlik zakazimiz 15 zlota bo'pti ekan. 15 zlota 45 mingmi? 46 ming. Yo'q, 45 ming bo'lar ekan. 50 minggacha, 45 mingdan 50 minggacha. Zakazni kutib sentr tarafga yo'naltiryapmiz. Zakazlar bo'ladi deb o'tdi. Bu hafta peshnadan soatlarimiz kam, juda ham. Bir haftada 2,5 soat beribdi ekan. Endi bu degani bir hafta polni. Mana shu Uber Eats qilishimiz kerak. Postga chiqaraman. Nechpul zakaz tushayotganligi hammasini. Shunaqa peshnada ertalab olaman-da ko'p shiftlarni. Ertalab zakaz juda ham kam bo'ladi. Hammani va hamma ertalab svejiy kallada zakazlarni qabul qiladi-da. Asablarlar ham kam bo'ladi. KFC
Mana shu filialdagi KFC Galaxy deb aytiladi. Mana shu filialda o'zbeklar ko'p ishlaydi. O'zbek aka-ukalarimiz. Çıpla tur. Enter ki. Ha, thank you to'xtay. May. Zakaz pita brosdan tushdi. Yigirma bir zlot ekan. O'sha odam cho'chib ketadi ko'rib turgan odam kamerada. Taksistlar ko'pi har xil davlatlardan kelib haydayapti-da. Qozog'iston, Tojikiston, O'zbekiston, Bangladesh, Hindiston, Afrika, Turkmaniston, hamma joydan kelib turib taksi qilishyapti-da. Uncha yo'llarni ham tushunmayapti. O'zi necha yildan beri haydab yurgan metodida haydayapti-da. Shoshilib haydaydi ham ko'p zakaz qilish uchun. Добрый. Девочка. Нанджи. Boshqatdan 704 kilometr ko'rsatyapti klientgacha. Bizga 21 zlot beryapti. 21 zlotamiz. 3,5 ko'paytirsanglar 60-70 ming atrofida bo'ladi. Biz shuni o'tib olaylik. Orqamizda zakaz bor-da. Zakazdimmi? Reklama bannerlarni ko'targan. Vuy. Pamiz belgilanmagan joydan o'tyaptilar. Shtraf. Mana peshoxoddan o'tyapti, yaxshi. Tesla Model yengisi. Dzień dobry, proszę bardzo. PIN kod? A, kod, tak? Tak. Dziękuję bardzo, do widzenia. Shu o'zini uydan olib, keyin olib tashlaymiz. Buncha gapini faqat shu joyida eslab qoling. Buncha tayinli gap gapirdingiz, nega shu tomonda eslab qo'yasiz? Yaxshi o'ylab. Bitta zakaz qilib, uyga kirib, ovqat tayyorlab, ovqat yeb chiqaman-da, umrga ishlayman dedim bugun. Burgerdan zakaz tushdi.
950 metr ketyapman. Dzień dobry. NA. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dzień dobry, proszę bardzo. Do widzenia. Endi ovqat tayyorlab yeb chiqishim kerak edi. Ozgina vaqt ketadi lekin. 1 soatda kamida.